Assalomu alaykum. Efirda My News informatsion dasturi. Sizlar bilan men Ilhomjon Vodina va hamkasbim Rahmatullayev Ahmadali. Haftaning eng so'nggi xabarlari bilan tanishtirib o'tamiz. Andijon shahridagi Prezident maktabida Prezident ijod va ixtisoslashtirilgan maktablarning 11-sinf o'quvchilari ishtirokida Toshkent shahridagi Adju universitetining vakillari bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Uchrashuvda universitetning birinchi prorektori Dr. Kim Byung-min bitiruvchilar bilan suhbat o'tkazib, mazkur universitetning qabul jarayoni, yo'nalishlari, fakultetlari va u yerdagi grantlar hamda mavjud imkoniyatlar haqida batafsil ma'lumotlar berdi. Muhammad Yusuf nomidagi ijod maktabida O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zosi shoir Abdulla Vaxsh bilan ijodiy uchrashuv o'tkazildi. O'zbekiston Respublikasi Yozuvchilar uyushmasi Andijon viloyati bo'limi rahbari shoira Xurshida Vahobjon qizi ishtirok etib, Abdulla Vaxsh hayoti va ijodi haqida so'z yuritdi. Tadbirda yig'ilganlar va o'quvchilar Abdulla Vaxsh ijodidan namunalar o'qidilar. Ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalar agentligi tizimidagi Abdulla Qodiriy nomidagi ijod maktabi tomonidan o'zbek milliy romanchilarining asoschisi, buyuk ijodkor Abdulla Qodiriy tavalludining 131 yilligiga bag'ishlab, adib ma'naviy merosini yoshlarga keng targ'ib qilish maqsadida ijodiy ishlar tanlovi o'tkazildi. Tanlov natijalariga ko'ra, Qodiriy asarlari qahramonlariga maktub yo'nalishi bo'yicha maktabimizning 9-sinf o'quvchisi Ulug'bekov Ahrorbek 2-o'rinni qo'lga kiritdi. Aynan shu tanlovning Qodiriy qahramonlari jonlanganda yo'nalishi bo'yicha 11-sinf o'quvchisi Yo'ldashbek Muhammad faxrli 1-o'rinni qo'lga kiritdi. O'quvchilarimizga omad tilagan holda dasturimizni davom etamiz. Xabaringiz bor, yurtboshimiz Andijon viloyatiga tashrif buyurdi. Tashrifi davomida xalq saylida ishtirok etdi. Tantanali tadbirda so'zga chiqib, yangi Andijonga Bobur shahri deb nom berdi. Muhammad Yusuf nomidagi ijod maktabida tarbiyachi pedagog Ziyodaxon Ahmedov tomonidan 8-sinf o'quvchilari ishtirokida o'quvchilar nigohida bir asar tahlili loyihasi o'tkazildi. Mazkur loyiha davomida O'zbekiston xalq yozuvchisi Said Ahmadning Jimjitlik asari tahlil qilindi. O'quvchilar guruhlarga bo'lingan holda badiiy tahlil vositasida qizg'in bahs olib borishdi. Muhammad Yusuf nomidagi ijod maktabida ijod yoshlari tanlovining 6-sinf talabgor o'quvchilari uchun shahar bosqichi test shaklida o'tkazildi. Bunda o'quvchilarning ijodkorligi, mantiqiy va tanqidiy fikrlashi va intellektual qobiliyat darajasini aniqlashda 20 ta test berildi. Ma'lumot uchun test sinovlaridan eng yuqori ball to'plagan 3 nafar o'quvchi keyingi bosqichga yo'l oladi. Bizda hozircha shular. Kelgusi dasturlarimizda ko'rishguncha salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting. Charchamadinglarmi? Mikrofonlarni olamiz. Yaxshi chiqdi. My News'ning 2-soni olindi.